Mana bu batareyka nimanikiligini bilasizlarmi? Akalar, bu BYDda ham turadigan batareyka. Elektrический погрузчики. Mana ko'rishingiz mumkin. Уже XMG kompaniyasida hamma sevgan XMG pogruzchiklari endi elektrический dvigatel bilan jihozlangan. 3 kuba deysizlarmi, 3.2 mi, umuman ko'shdi. Farqi yo'q. 1.8 desanglar ham Texnika Advance servis kompaniyasiga murojaat qilsanglar, bemalol narxlari bilan to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sotuvda tayyor turibdi. Mana zavodda ishlab chiqarib tayyor qilib qo'yishgan. Zakaz qilasizlar, shartnoma qilib to'lov qilasizlar. Texnika Advance servis kompaniyasi sizlarga sifatli qilib yetkazib beradi. Tasmotor servis markazimizdan garantiyalari bilan xarid qilishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Salonni ko'rsatmayman, bir xil. Shu dizelni bilan bir xil. Bu orqa tarafdan ko'rinishi. Mana bu yoqda 1.8, 2.1 pogruzchiklar hammasi elektr dvigatel bilan jihozlangan. Bu ma'lumot o'rnida aytib ketaman. 45 minut zaryadka oladi, 8 soat ishlaydi deyapti. 8-6. Bemalol obedgacha ishlatib, obed qilib bo'lib, yana zaryadkasi to'lib, yana ishlasanglar bo'ladi kechgacha bemalol. Texnika Advance servis kompaniyasi har doim sizlar bilan pastda nomerlar qoldiraman, to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi.